So'nggi vaqtlarda aliment to'lamasligi uchun ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi mehribon otalar o'zlarini har ko'yga solib, yashirinib, kerak bo'lsa qochib yurishayotganliklarini guvohi bo'lyapmiz. Aliment to'lamagan yana bir erkak bugun sud zalida. Ma'lum bo'lishicha, 1975-yilda tug'ilgan erkak aliment pulni vaqtida to'lamaganligi sababli muqaddam sudlangan. Jinoyatni takrorlan sodir qilganligi sababli 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashingizni, sud zalidan qamoqqa olishingizni so'rayman. Sudlanuvchining ayolni so'zlariga qaraganda turmush o'rtog'i bilan yashamayotganligiga 3 yil bo'lgan, ammo erkak biron marta ham aliment pulni to'lamagan. Qiynalganman, mana oxirgi marta uydan chiqib ketishimiz sabab bo'lgani ichgan paytlari bo'lgan. Urush janjal bilan ko'chaga haydaganlar, uchalamiz bolalarim bilan. O'shandan beri hali biron marta borib xabar olishdi-ku, telefon ham qilganlari yo'q. Berilgan ma'lumotlarga qaraganda erkakning aliment pullaridan qarzdorligi jami 16,789,319 so'mni tashkil qilar ekan. Birinchi bo'lib qoldim. Chiqyapsiz bo'lib qoldim. Tushuntirdim. Men qanaqa qilaman, qanaqa qila olaman? Menda imkoniyat bo'lmayapti shuni. Hammasi o'zimga ayon, faqat bolalarimga ayon. Xabar olmadilar, ikkita qizdan ham. Oxirgi so'zini bilishim mumkin. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 122-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin va unga ushbu modda bilan 1 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Charchadim. Aliment pulni bersangiz-chi, men o'zim uchun emas, bolalaringizni kam ko'st uchun ishlataman axir. Ayolingizga ichingiz achimasa ham bolangizni o'ylang. Berayotgan pulingizni ko'chadagi begonaga emas, o'z pushti kamaringizdan bo'lgan farzandingizga beryapsiz.